qancha ro'yxat qo'ydik? Kecha shu qanaqa bo'ldi? Mana Mahmad Chimayev ham o'zining storiasiga qo'yibsiz. Tabriklaymiz kerak, chunki bir yil katta mashg'ulot o'tkazgansizlar, baribir sportchini yanasi bo'ladi. Bo'ldi. Qo'ysangchi. Kecha tabrikladi xotinimni kecha gaplashdik, xotin tabrikladi. Bu ham hamma kutib o'tibdi, shu yeshiga o'tib, yeshi chempion bo'lishini. Bo'ldi, tafsilotlar shu. UFC kuzatadimi mana shu ishlarni? Kuzatadi bo'lisizlar. Bu auditoriyaga bog'liq, kuzatish albatta kuzatadi. Agarki kecha ham intervyuda gapirdim, inson mashhur bo'lsa, u inson orqasidan ko'p odam oddiy tushuntirsa, kuzatsa, like bossa, nimadir qilsa, inson mashhur bo'lsa, avtomatik albatta ko'radi. Shans ko'payadi. Конечно, albatta 100%. Kecha yana bitta narsa gapirib demoqchimiz, hech qanaqa media jangchilarsiz ham kechagi turnir a'lo darajada o'tdi va prosmotrlar bo'yicha oshdi. Albatta. Har xil ligalarni prosmotrlar bo'yicha reytingi ham baland. Demak, hech qanaqa shoulardan albatta haqiqiy jangchilar ham hamma narsa qilib beradi. Bu lekin shou deganda ko'pchilik noto'g'ri o'ylab qoldi. Tipa gap trash talk, urushib ham shou qilsa bo'ladi. Urush ham как бы шоу, просто уровень надо показать. Daraja. Bo'ldi.